mustaqilligimizning 34 yilligiga bag'ishlangan konsertga tashrif buyurdik. Bundan juda ham xursandmiz. Konsertda ikkita kuy ijro etib berdik. Birinchisi Dugoh maqomidan Gardun Dugoh, ikkinchisi Intizor kuyi, Muhammadjon Mirzayev musiqasi. Biz bu kuyni ijro etib turayotgan paytimizda sahnadan bizni tomoshabinlarimiz va sayyohlar ham kuzatib turishdi. Bunday ehtirosni, tabassum yugurganini biz his qilib turdik. Mana bugun viloyatda o'tkazilayotgan vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida o'tkazilayotgan O'zbekiston mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan shunday bir chiroyli tadbir tashkil qilinibdi ekan. Biz Turon teatrining respublika ko'rik tanlovi g'oliblari sifatida o'zimizning sahnaviy ko'rinishimiz bilan chiqish qilyapmiz. Bolalarimiz har birta sahnaga chiqqanda o'zgacha bir shukuh, o'zgacha bir kayfiyat bilan ishtirok etish bilan bir qatorda ular yana bir o'zgarish qilyapti o'zida. O'zlarining rollarini ijro etishda tub burilish qilyapti. Bugun najot bilimda, bugun kuch bilimda. Bularning hammasining haligi poydevori maktab ekanligini chin yurakdan his qildik. Shu boiski zamon avloniysi sahna ko'rinishimiz biz uchun katta bir taassurot qoldirdi. Biz har birta ishtirokchini bir ilhomlanib ishtirok etganini ko'rgan bo'lsak, har birta tomoshabinni ko'z yoshi bilan hayajonlanib, ta'sirlanganini ko'rdik. Bu narsani qanday qabul qilganini yurakdan his qildik.